Aziz Surxondaryo ahli, denolik yurtdoshlarim, sizlar uchun ajoyib yangiligim bor. Sizlarni 14 kunlik o'zimning boshchiligimda o'tadigan Umra safariga taklif qilaman. Men Surxondaryo farzandiman va yillar davomida Saudiya Arabistonida umra sohasida xizmat qilib kelib va Saudiya Arabistonida blogerlik faoliyatimni olib boraman. Bugun esa yuragimdagi eng katta niyat Surxondaryodan aynan siz aziz yurtdoshlarim bilan birgalikda umra safarini ado etish. Safarimiz litsenziyaga ega Hikmat Travel boshchiligida o'tadi. Hamma hujjatlar qonuniy va shartnoma asosida rasmiylashtiriladi. Men o'zim sizlar bilan 14 kun davomida birga bo'laman. Makka va Madina shaharlarini, eng tarixga boy manzillarni, eng sayohatga boy bo'lgan joylarni sayohat qilgan holatda umra ziyoratini to'liq ado etib, birgalikda vatanimizga qaytib kelamiz. Allohning mehmoni bo'lish har bir mu'min qalbidagi orzu, lekin kim bilan borishni tanlash esa eng katta mas'uliyat. Men mana shu eng katta mas'uliyatni bo'ynimga olgan holatda haj mavsumidan keyingi umra safariga sizlarni taklif qilaman. Eslatib o'taman, joylarimiz chegaralangan. Shu sababdan pastda raqamlarimni qoldiraman. Ulgurib qoling. To'liq ma'lumotni raqamlarimiz orqali olishingiz mumkin.